har doimgidek yengillik bilan keldim. Bunaqasini hali yeb ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Eng oson usulda qatlamali pirog tayyorlaymiz. Qaynoqqina suvga tuz, qavatlarini sira shedriletani slayonni testasidan foydalanamiz. Yana bitta qoida, unni ustiga droji solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olamiz. Yaxshilab tindirish, esdan chiqmasin. Yoyish siri birinchi yaxshilab un bilan mushlab qavatini ochib olamiz. Konvert holatiga keltirib, o'rtasini yaxshi bosmasdan chetlarini yaxshilab bosib, kattagina xamir yoyiladi. Yana bir marta aytaman, qavatlarini sira shedriletani slayonni va testasidan foydalaning. Piyoz xohishga ko'ra, xuddi videoda ko'rsatilgandek ikkiga bo'lib o'rab olamiz. Tinguncha nachinkasi, man kartoshka, piyoz, go'sht va ziravorlardan foydalanamiz. Yana bitta eng qiziq joyi, qo'limizda ochib, chetlarini faqatgina jo'vada yoyib olamiz. Nachinkani shunday qo'yayotganimda ustidan pomidor qo'yaman deb xolodilnikda qolmay qolibdi. Sizlar qo'yib yuboringlar, rosa sochni bo'lib chiqadi. Yaltirab chiqsin desangiz, tuxum sarig'ini o'rniga sut bilan shunday ustiga surib 220 gradusda 35 minut duxovkaga yuboramiz. Somsan texnikasida baland olovda qancha pishirsangiz, shuncha qavatlari qirs bo'lib chiqadi. O'rtoqlar, to'xtanglar, yurechani bosib qo'ymasanglar, rosa xafa bo'laman. Bilasizlar-ku, ko'nglim ko'tariladi. Bitta yurechani bosib, yaqinlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Mehmon kutganingizda haqiqatda yengillik bo'ladigan pirog bo'lib chiqdi-ya. Majasiga gap bo'lishi mumkin emas, olinglar.